بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar, bugünkü dersimiz Büyük Söygü, yani 5. bölüm. Biz yukarıda sözlep ötken, bendini Allah'a yakınlaştırdıgan amillar doğrusu sözlegen. Yani o bozumu birincisi bendini Allah'a yakınlaştırdıgan amil o Kur'an-ı Kerim'ni köp tilavet kılış, Kur'an-ı Kerim sayesinde yaşaş, Kur'an-ı Kerim'nin manalarına tefekkür kılış, tedebbür kılış, Kur'an-ı Kerim'ni tekrar okup duruş ve Kur'an-ı Kerim'nin hükmüge emel kılış. Mana bu insanı öz Rabbiga yakınlaştırılgan birinci amil. İkincisi, dünyaya haddidan ziyade birilip ketmeslik. Yani bunun dünya saklaman, pul tapman diyelik çıkmaydı. Ama pulni kolumuz bilen tutaylı, bütün vücudumuz, kalbimiz, dilimiz, ihlasımız pul bilen bulup ketmesin. Bu to'g'rida Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan bayon qilgan hadisda bir odam payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib dedi: "Ey Allohning elchisi, meni Allah'ımı yaxshi ko'radigan, kishilarni yaxshi ko'radigan bir ishga boshlab qo'ysizlar. Menga bir ishni deb bersizlar. Men bu ishni qilsam, Alloh meni yaxshi ko'radigan bo'lsa, kishilar meni yaxshi ko'radigan bo'lsa, shunday qishdan birisini deb bersizlar" deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga berilib ketmagan Alloh seni yaxshi ko'radi, kishilarning endiki narsalarga intilmagan insonlar seni yaxshi ko'radi. Hamda bendini Allah'a yakınlaştırdıgan en katta narsa nima desa, inson o'zining qalbidan dunyoning sevgisini chiqarish. Dunyoni bütün vücudu, yuragi, qalbi bilan tutmasdan, qo'li bilan tutsa, buning o'zi kifoya qiladi. Qalbidan dunyo sevgisini chiqarish. Agar inson qalbidan dunyoning sevgisini chiqaradi ekan, bu odamning dilida Alloh sevgisi o'rinlashadi, Alloh u kishini yaxshi ko'radi. Allohning sevgisiga faqat Alloh uchun haqiqiy banda bo'lgan kishilarla erisha oladi. Bu haqiqiy bandichilikning ma'nosi nima desa, Allohning barliq buyruqlariga bo'ysunish, Allohga o'zini ait tuvan tutish va Allohning oldida o'zining xorliq bechora ekanligini ifodalash. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari sallallohu alayhi vasallamni sharafli bir o'rinda, ya'ni Isro kechida Masjidil Haramdan Baytul Maqdasga ilib mangan shundoq bir sharafli o'rinda bu yerda banda deb sifatladi. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bendisi Muhammed Aleyhisselam'ni Haram Mescidin Aqsa Mescidiga kechida ilib borgan Alloh subhanahu va taolo hammadan pokdir. Bishadimo Payg'ambar Aleyhisselam'ni izzat ikrom qilib banda degan ismni qo'llandi. Yana Allah subhanahu va taolo kishilarni ogohlantiradigan o'rinlardimi Payg'ambar Aleyhisselam'ni ikrom qilib banda degan ism bilan keltirdi. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Yani bu Cin suresi 19. ayetimi Allah'ın bendisi, yani Allah'ın bendisinden kim dese Allah'ın bendisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuş için tuğa vakti da Cilla Peygamber aleyhisselam'ınki Kur'an tilavetini anlayımız deb Peygamber aleyhisselam'ın atrafı topluşup Peygamber aleyhisselam'ını bir sıva gıltas kaldı. Yani Allah subhanahu ve teala inzal, yani vahiy bir nas nazil kılış orundumu Peygamber aleyhisselam'ınki şerifini bildirip bende degen sözünü işletti. Tebârekellezî nezelel furqâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nazîrâ. Özünün bendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge bunu bütün alemdekilerge ağalandırıcı buluş için hak bilen nahakını araydıgan, batıl bilen hakını araydıgan Furqan, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil kılgan Allah nayeti bereketliktir. Selef salihlarınki bizge boğan artıkçılığı müşterepte bula bütün vücudu bilen dünyaya birilmegen. Dünya ulanın koldulam kağan ama bütün diliga dünya sınıp girmegen. Şunun için Allah subhanahu ve taala ularni yaxshi ko'rgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellem sahabalarni va ulardan keyin kelgan bizga o'xshash ummatlarni dunyoni bütün vücudu bilan yaxshi ko'rish va dunyoni ibodat qilgandek dunyoga cho'qinishdan bizni ogohlantirgan. Chunki insonlardan ba'zi bir kishilar borki, bular tanga-tilla, oltin, kumush, dollar, riyal uchun ibodat qiladigan. Ba'zi kishilar bor tovar durdun, ipak matolar uchun ibodat qiladigan. Ba'zi kishilar bor vazifa, mansab, yuz obro' uchun ibodat qiladigan, cho'qinadigan bunday kishilar bor. Payg'ambar alayhissalom ummatini bunday bo'lib qilishdan ogohlantirgan. Shunga payg'ambar alayhissalom deydi: "Oltin, kumush
dirham, dinarlarga çoqungan kishi xor bo'ladi. Mata, tovar, durdun, yipaklarga çoqungan kishi xor bo'ladi. Chunki har qanday inson o'zininki havoyi havasi, ko'ngil xohishi bo'yicha ish qiladi ekan, bular dunyo oxiratda xorlikqa uchraydi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Afarayta man ittaxaza ilahahu hawahu va adallahu Allohu ala ilm." Qarab bakmamsan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün havai heveslerini özününki çoğunduğun, əgişidiğin, ilahi qılvağın kişilərə qarab bakmamsan, Allah o kişilərini öz ilmi bilen, yani ularının hemen azıdığanlığını bilgenlikten Allah ularını azdırvettir. Biz nurgun kıslarını sözlep öttük. Bunun qatarıdan Muhammed ibn Vasi' bu kişi öz devirde zahid, dünyaya birilmeydiğin deb süpetlengen bir kişiydi. Bu kişi Kutaybet ibn Müslim rahimahullah'ın qo'shunida bor edi. Bular La ilahe illallah degan bayroqni ko'tarib, islom shaharlarining sharq tarafiga kengaytirish uchun urushga chiqqan. Qutayba bütün qo'mondan askarlarining oldida Muhammad ibn Vasi rahimahullahni bir sinash uchun ularga dedi. Ya'ni Qutaybaning qo'lida bir oltin batdi, dushmanlardan g'animat olgan bir kalining beshidek, ya'ni atning kallasidek shundoq bir cho'ng oltin batdi. Askerlerge qarab, komandalarga qarab dediki, agar men mushu oltinni bersam, buni ammay, buni ilishdan boshlatadigan kishi bor desam, buning ishonamsizlar degan vaqtida bular biz hargiz ishonmaymiz. Bu otning kallasidek oltinni bersang, ammaydigan odam chiqmaydi, hammasi oladi dedi. Qutayba rahimahulloh dediki, men sizlarga Muhammad alayhissalomning ummatidan bir odamni ko'rsataman. Bu odamning nazarida oltin to'pi bilan o'xshash deb ma Muhammad ibn Vasi'ni chaqiranglar dedi. Askerlerden biri o kişini çağırıp geldi. Bu adam yani Muhammed ibn Vasi Allah'ı tesbih etip, Allah'ı istiğfar etip, Allah'ı meriyalan etip, Müslümanların kalbisi için dua tilavet kılıvatkan iken. Şunun bilen bu asker çağırıp gelgendiğinden keyin bu kişi Qutaybaning qishiga kirdi. Qutayba o adamga oltinni berdi. O kişi oltinni aldı. Qutayba biraz yani hayran kaldı. Çünkü bu oltinni olib bo'lib o kişi cho'qim meni yondirib turdi deb o'ylagandi. Bütün komandalar askerlerinin aldıda Qutaybaninki chiroyi biraz o'zgardi. Muhammed ibn Vasi oltinni elib chiqib ketdi. Qutayba ba'zi askerlarni keynidan chiqib ko'zitib chiqib buyurdi. Bu oltinni elib nega boradi, nima ish qiladi? Va ko'nglida "Ya Alloh, mening bu kishidagi bo'lgan ishonchimni bir yo'q qilib etmisizlar" deb duo qildi. Muhammed ibn Vasi oltinni elib minib şu qo'shinning ichidagi eng kambag'al bir askarning qishidan o'tdi va uning oltinning hammasini berib etdi. Muhammad ibn Vasi'ni kuzatgili avatgan Qutaybaning askari Qutaybaning qishi qaytib kirib, bu qo'shindagi eng kambag'al askarga berib etdi oltinni degandan keyin Qutayba atrofidagi dediki, men sizlarga demaganmi, ya'ni Muhammad alayhissalomning ummatidan bo'lgan bir odam bor, bu oltin bu odamning nazarida to'piq o'xshash demaganmidim, mana bu kishi shu dedi. Bu haqiqiy dunyoga birilmaslik. Biz bularda va'z nasihat so'rinlarida, darslarda, ta'lim tarbiya, to'g'ri yo'l ko'rsatish o'rinlarida insonlarni Allohning tarafiga qaytish uchun bundaq voqeliklarni ko'p anglitishga to'g'ri keladi. İnsanlarning orasida ba'zi kishilar bor. Bular dünya uchun, dunyoga qul bo'lib tanitadi. Hatto bu odam shu dunyoni deb ilm, ma'rifat so'rinlarga kelinmaydi, da'vat so'rinlarga kelinmaydi. Hatto Allohni zikr qilish, Qur'on tilovat qilishga vaqt chiqarmaydi dunyo sababidan. Biz bundaq darslarni ko'plab bayon qilib berishimiz kerak. Chunki nurg'un qalblar bor, bu qalblar g'aflatdan uyg'onishga va to'g'ri yo'l ko'rsatishga ehtiyojli. İbn Ömer radıyallahu anhu deydi, İmam Bukhari rivayet qilgan hadisda, Peygamber aleyhisselam mening ikki do'lamni tutib turib, sen dunyoda bir g'arib odamdek yoki bir o'tkinchi yo'lovchidek bo'lgan, ya'ni dunyoga aytibak chang tutib olmagan. İbn Ömer radıyallahu anhu sahabalarning ichida dunyoda eng katta zahid kishi edi, dunyoga birilmaydigan. Hatta o kishi xilofatga saylanish taklif qilingandimi, bundan bosh tortgan. O kişininki bunu taraq qilishi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nasihatiga amal qilganlikdan. Yani bu dünyada şu g'arib, bechora, miskindak yoki yo'lovchidak tanatqizdi. Az muddatdan keyin dunyodan ketadi. Dunyoning gulchichaklari, mal dunyolarini qo'yib ketadi. Hamda bu dunyoga birilmaslikning ma'nosi degan dunyodan foydali bo'lganini tutish. Bütün vücudu bilen dünyaya meşgul olup ketmeslik. Ve şundakla dünyadan Allah'a taat ibadet kılıdığan, Allah'a yıkılıştıgan emellerini kıldığan neslerini özgü lazım tutuş. Bazı kişiler dünyaya birilmeslikni dünyadan üzül kesil kol üzüş deyip düşünüp oladı. Bu doğru emas. Bazılar deydi dünyaya birilmeslik degen haramga qaramaslik, buni İmam Ahmed şundak degen deb qaraydi.
Lekin bu haram qarmaslik deb qalsa, insonlarning ko'p qismi zahidlardan dunyoga berilmaydiganlardan bo'lib qoladi. Lekin eng muhimi zahidlik, ya'ni dunyoga berilmaslik degan oxiratda foydasi bo'lmaydigan ishlarni tark qilish. İnsonga dunyo oxiratda foydasi bo'lmaydigan ishlarni tark qilish bu dunyoga berilmaslikning qatoriga kiradi. Ammo oxiratda manfaati bo'ladigan insonga dunyo oxiratda manfaati bo'ladigan ishlarni qilish bu hargizmi dunyoga berilish hisoblanmaydi. Ya'ni o'zininki dunyo oxiratiga foydali bo'lgan mol dunyodan topsa, buni to'g'ri yo'lga sarf qilib, o'zining ibodatiga sarf qilsa, bu dunyoga berilib ketganligi hisoblanmaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizninki qalbidagi dunyo sevgisini chiqarib o'tib, haqiqiy Allohning rasulining sevgisini dilimizga o'rinlashtirishni Allohdan so'raymiz. Alloh subhanahu va taolodan ya'ni bizni oxirgi hayotimizgacha to'g'ri yo'lda mustahkam qilishni va turli mol dunyoning fitnalari sababidan izib ketmay, ozdirib o'tmasdan bizni haqqida mustahkam qilishni Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.